Assalomu alaykum Qadrdon kanalimiz a'zolari. Bugun 28-iyun 2025-yil navbatdagi laboga mana yana bir tunuka ошибкani qilib bo'ldik. Bu laboyimiz egalari Farg'ona viloyati Rishton tumanidan ketdi. Bu akamiz labosini pollarini ichidan shumzavat saqib, ichlaridan po'ka konteyner pollar qo'yildi. Mana bu joyga hop sandiqchalar qo'yilgan. Mana sandiqchalar alohida ham sotiladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu holatda ochiladi. Mana qalinliklari yaxshi 1.8 temirli stansiyalardi. Buni bemalol alohida tunuka qoplatilgan akalar bo'lsa ham qo'yib beraveramiz. Yonlarida mana akkumulyatorga loy tegmasligi uchun tunuka qo'yib qo'yilgan. Mana bu joylari konteyner pollar bor akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Tormozdagi yuklarni kelib bukilib tegib ketmasligi uchun qilinadi. Penaplex konteyner pollari ham bor. Husanboy, qani yoqda tur. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida. 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Ishlaringiz yoqsa like bosib, do'stlar yaqinlarga jo'natib qo'ying. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'lasizlar.